Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun juda muhim, tom ma'noda har bir insonning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan mavzu haqida gaplashamiz. Agar siz eng kam pensiya oluvchilar qatorida bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz orasida shunday insonlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugungi ma'lumot sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga yoki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olishga yordam beradi. Hozirgi kunda pensiya ta'minoti masalasi juda dolzarb bo'lib turibdi. Va men sizlarga barcha nozik jihatlarni, huquqlaringizni va qanday yo'l tutishingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Shu sababli videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya hisoblash tizimi biroz murakkab va ba'zida shaffof emas edi. Ko'pchilik o'z pensiyasining qanday shakllanganini, unda qanday komponentlar bo'lganini to'liq tushunmasdi. Bu ko'pincha noroziliklarga yoki oddiygina tushunmovchiliklarga sabab bo'lardi. Pensiyalar, ayniqsa minimal pensiyalar hayot darajasi oshib borishi bilan yetarli darajada indeksatsiyalanmasligi ko'p muhokama qilinardi. Ya'ni hayot qimmatlashardi, bozor narxlari oshardi, ammo pensiya miqdori bu o'zgarishlarga mos ravishda oshmas edi. Natijada eng kam pensiya oluvchilar uchun turmush sharoiti tobora og'irlashib borardi. Ba'zi toifadagi fuqarolar, ayniqsa uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lmaganlar, masalan uy bekalari, fermer xo'jaliklarida norasmiy ishlaganlar yoki nogironligi bo'lgan qolishardi. Ular ko'pincha faqat ijtimoiy nafaqa yoki eng minimal ijtimoiy nafaqa yoki eng minimal mehnat pensiyasi bilan cheklanib qolishardi. Bu esa minimal ehtiyojlarni qoplashga ham yetarli emas edi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini, xususan pensiya ta'minoti sohasini yangilashga jiddiy e'tibor qaratmoqda. So'nggi yillarda prezident farmonlari va hukumat qarorlari bilan pensiya tizimida bir qator muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. Eng muhimi, minimal pensiyalar miqdori oshirildi va ularni minimal iste'mol xarajatlariga bog'lash tendensiyasi kuchaydi. Shuningdek, pensiya tayinlash va hisoblash mexanizmlari soddalashtirildi. Pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli idoralarning faoliyati shaffofligi oshirildi. Raqamli texnologiyalar, xususan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPoTGov.uz orqali pensiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytirildi. Bu o'zgarishlar avvalo eng himoyasiz qatlamni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, har bir fuqaroning munosib keksalikni ta'minlash huquqini ta'minlashga qaratilgan edi. Ya'ni ilgari pensiya qandaydir bir murakkab va tushunarsiz formulalar yig'indisi bo'lgan bo'lsa, hozirda uni xalqqa yaqinlashtirish, har bir fuqaroning haq-huquqini to'liq ro'yobga chiqarish asosiy vazifa sifatida belgilangan. Bu shunchaki qog'ozdagi o'zgarishlar emas, balki real hayotda odamlarning turmushiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qaratilgan amaliy qadamlardir. Pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar. Nimani bilish kerak va kim xavotirlanishi kerak? Demak, hurmatli tomoshabinlar, hozirda siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihatlar quyidagilardir. Birinchidan, minimal pensiyalar miqdori muntazam ravishda indeksatsiyalanmoqda. Bu shuni anglatadiki, pensiya miqdori har yili, ba'zida yiliga bir necha marta inflyatsiya darajasi va narx-navo o'zgarishlariga mos ravishda oshirib boriladi. Bu avvallari bo'lmagan tizimli yondashuvdir. Agar sizning pensiyangiz uzoq vaqtdan beri oshmagan bo'lsa yoki sizningcha u yetarli darajada ko'paytirilmagan bo'lsa, bu allaqachon birinchi signaldan dalolat beradi. Ikkinchidan, ijtimoiy pensiyalar va nafaqalarning ahamiyati oshdi. Agar sizda yetarli mehnat staji bo'lmasa yoki umuman ishlamagan bo'lsangiz, lekin belgilangan yoshga yetgan bo'lsangiz, sizga ijtimoiy pensiya tayinlanadi. Nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar ham ma'lum nafaqa va pensiya turlarini olish huquqiga ega. Muhimi, bu to'lovlar miqdori ham muntazam oshirib borilmoqda va ular ham endi minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lmasligi kafolatlanadi. Uchinchidan, ayrim toifadagi shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar va ustamalar joriy etilgan. Masalan, yolg'iz keksalar, ikki jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, mehnat faxriylari va boshqa bir qator toifalar uchun pensiyaga qo'shimcha mablag'lar belgilanadi. Ko'pincha odamlar o'zlari bilmagan holda bu imtiyozlardan foydalanmay qolishadi. Xo'sh, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Xavotirlanish kerak bo'lganlar. 1.
o'zining pensiya miqdori minimal pensiyani oshmagan yoki unga yaqin bo'lgan har bir shaxs. Sizning pensiyangizni qayta hisoblab chiqish yoki qo'shimcha to'lovlar olish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Uzoq vaqtdan beri pensiya hisob kitoblarini tekshirmaganlar. Qonunchilik o'zgarishlari natijasida sizning huquqlaringiz kengaygan bo'lishi mumkin. 3. Mehnat staji bilan bog'liq muammolari bo'lganlar. Oldin norasmiy ishlaganlar yoki mehnat daftarchasida xatoliklar bo'lganlar ham hozirda o'z stajlarini rasmiylashtirish yoki tiklash bo'yicha yangi imkoniyatlarga ega bo'lishlari mumkin. 4. O'zining imtiyozli toifaga kirishini bilmaganlar. Masalan, yolg'iz keksa, nogironligi bor oila a'zosiga qaraydiganlar va boshqalar. Kim xavotirlanmasligi kerak? Agar sizning pensiya miqdoringiz belgilangan minimal miqdordan ancha yuqori bo'lsa, yaqinda pensiya jamg'armasida pensiyangiz qayta hisoblangan bo'lsa va siz barcha qo'shimcha to'lovlarni olayotganingizga ishonchingiz komil bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ammo shunga qaramay, har yili o'z pensiya holatingizni tekshirib turish ortiqchalik qilmaydi. Endi esa bir nechta real hayotdan olingan misollar bilan tushuntirib beray. Misol yil Oysha buvi va qayta hisoblash imkoniyati. 75 yoshli Oysha buvi qariyb 30 yil davlat korxonasida farrosh bo'lib ishlagan. Uning rasmiy ish haqi juda past bo'lganligi sababli pensiyasi ham eng minimal darajada edi. Hozirgi kunda 700 ming so'm atrofida. U har doim pensiyasidan norozi bo'lgan. Chunki yoshi ulg'aygan sari dori-darmon va oziq-ovqat xarajatlari ortib borayotgan edi. Mahalla faollari orqali u yangi qonunchilikka ko'ra pensiyasini qayta hisoblash imkoniyati borligini bilib oldi. U pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, Oysha buvining ish haqi miqdori kam bo'lganiga qaramay, uning umumiy mehnat staji yuqori bo'lgan. Yangi qoidalar bo'yicha uzoq muddatli mehnat staji bor shaxslar uchun minimal pensiyaga qo'shimcha ustamalar ko'zda tutilgan edi. Qayta hisoblash natijasida Oysha buvining pensiyasi 7 ming so'mdan 9 ming so'mga ko'tarildi. Chunki uning mehnat staji va hozirgi minimal iste'mol savati hisobga olindi. Bu uning turmushiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. U endi o'z ehtiyojlarini qisman qoplay olardi. Misol 2 Akmal aka va nogironlik pensiyasi. 55 yoshli Akmal aka ikkinchi guruh nogironi bo'lib, o'zi mustaqil ishlash imkoniyatiga ega emas. Uning mehnat staji atiga 10 yilni tashkil qilgani uchun u avval ijtimoiy nafaqa olardi. Bu nafaqa avvallari 500 ming so'm atrofida edi. Bu esa uning dori-darmon va kundalik ehtiyojlarini qoplashga umuman yetmas edi. Akmal aka har oy qarzga botardi. Yangi qonunchilikka asosan nogironlik nafaqalari miqdori ham oshirildi va endi ular ham minimal iste'mol xarajatlariga bog'landi. Bundan tashqari, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun bir qator qo'shimcha imtiyozlar va sanatoriy kurort davolash uchun subsidiyalar taqdim etilishi belgilandi. Akmal aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, nafaqasini qayta ko'rib chiqishni so'radi. Natijada uning nafaqasi 800 ming so'mga ko'tarildi va u yiliga bir marta sanatoriyda davolanish huquqini ham qo'lga kiritdi. Bu Akmal aka uchun katta yengillik bo'ldi. Misol 3. Dilfuza opa va staj masalasi. 62 yoshli Dilfuza opa umrining ko'p qismini uy bekasi sifatida o'tkazgan, faqat 5 yil rasman tikuvchilik sexida ishlagan. Shu sababli u faqat ijtimoiy pensiya olishga haqli edi. Bu esa 6000 ming so'mdan oshmas edi. Uning yagona daromadi shu edi. Mahalla maslahatchisi unga temir daftarga kiritilish va undan tashqari ijtimoiy yordam olish imkoniyatlari haqida ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, ba'zi hollarda norasmiy mehnat stajini tasdiqlash yoki maxsus ijtimoiy himoya dasturlari orqali qo'shimcha yordam olish mumkin. Dilfuza opa mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qilib, unga temir daftar doirasida har oyda oziq-ovqat mahsulotlari bilan yordam beriladigan bo'ldi. Shu bilan birga uning pensiyasi ham minimal iste'mol xarajatlari asosida 7 ming so'mga oshirildi. Bu Dilfuza opaning ahvolini ancha yaxshiladi. Ko'rib turganingizdek, har bir vaziyat individual bo'lsa-da, imkoniyatlar mavjud. Muhimi, o'z huquqlarini bilish va ulardan foydalanishdan qo'rqmaslik kerak. Qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar pensiya tizimi qanchalik soddalashtirilmasin, baribir o'zining murakkabliklariga ega. Bu yerda siz bilishingiz kerak bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida batafsil gaplashamiz. Istisnolar va maxsus toifalar bin urush faxriylari va nogironlari. Ular uchun pensiya miqdori umumiy qoidalardan ancha yuqori bo'ladi va ularga turli xil qo'shimcha imtiyozlar.
uy-joy kommunal to'lovlari uchun chegirmalar, tibbiy xizmatlar, sanatoriy kurort davolanish taqdim etiladi. Hatto ularning beva ayollar yoki boquvchisiz qolgan oila a'zolari uchun ham maxsus pensiya turi mavjud. 2. Chernobil AES avariyasini bartaraf etish ishtirokchilari bu toifadagi fuqarolar ham maxsus pensiya tayinlash tartibiga ega va ularga yuqori miqdorda pensiyalar belgilanadi. Shuningdek, tibbiy ijtimoiy himoya choralaridan foydalanish huquqi beriladi. 3. Yolg'iz keksalar, ya'ni hech kimga qaramog'ida bo'lmagan keksalar uchun maxsus ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi va ularning pensiyalariga qo'shimcha ustamalar belgilanadi. 4. Nogironligi bo'lgan farzandni parvarish qiluvchi ota-onalar. Agar ota-onalardan biri pensiya yoshiga yetmagan bo'lsa ham, bolalikdan nogiron bo'lgan farzandini parvarish qilsa, unga muddatidan oldin pensiya tayinlanishi mumkin. Bu juda muhim imtiyoz. Chunki bunday oilalarda odatda bir kishi to'liq g'amxo'rlikka beriladi va ishlay olmaydi. 5. Qishloq aholisi uchun o'ziga xosliklar. Qishloq joylarda norasmiy mehnat stajini tasdiqlash, ayniqsa kolxozlar tarqatilib ketgan davrda qiyin bo'lishi mumkin. Lekin yangi qonunchilikda bu borada ham yengilliklar ko'zda tutilgan. Ba'zi hollarda guvohlarning ko'rsatmalari ham hisobga olinishi mumkin. Tuzoqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar. 1. Ma'lumot yetishmasligi. Eng katta tuzoq bu odamlarning o'z huquqlari va imtiyozlari haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi. Ko'pchilik pensiyachi bo'ldim, endi nima berishsa shuni olaman degan kayfiyatda bo'ladi. Bu noto'g'ri. Har bir fuqaro o'z pensiya hujjatlarini va qonunchilikni bilishi shart. Byurokratiya va sabr-toqatsizlik. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa idoralarga murojaat qilganda hujjatlar yig'ish, navbat kutish kabi byurokratik to'siqlar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi kishilar bu qiyinchiliklardan qo'rqib, o'z haq-huquqlarini talab qilishdan voz kechishadi. Sizdan ozgina sabr va qat'iyat talab etiladi. Uchun firibgarlar, afsuski pensiya masalasida yordam beraman deb pullarini olib, hech qanday yordam bermaydigan firibgarlar ham uchraydi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki pullaringizni shubhali shaxslarga bermang. Pensiya masalalari bo'yicha faqatgina rasmiy idoralarga yoki yuridik maslahatchilarga murojaat qiling. 4. Noto'g'ri yoki yo'qolgan hujjatlar. Mehnat daftarchasidagi yozuvlardagi xatoliklar, ma'lumotlarning noto'g'ri kiritilishi yoki hujjatlarning yo'qolishi pensiya hisoblashda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, ism familiyada harflarning almashib ketishi, ishga kirgan yoki ishdan bo'shagan sanalardagi noaniqliklar. Bularni muddatida to'g'rilash juda muhim. 5. Passivlik. Pensiyani qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lovlarni olish avtomatik ravishda sodir bo'lmaydi. Ko'pgina hollarda fuqaroning shaxsan murojaati talab etiladi. Menga yo'q aloqaga chiqishar degan kutish noto'g'ri yondashuv. Noaniq nuanslar. 1. Mahalla qo'mitalarining roli. Mahalla nafaqat aholining muammolarini o'rganish, balki pensiya yoshidagi fuqarolarni aniqlashda ham muhim rol o'ynaydi. Agar sizning holatingiz og'ir bo'lsa, mahalla raisi yoki maslahatchisiga murojaat qilish orqali ham tegishli idoralarga yo'naltirishingiz mumkin. Ba'zi qo'shimcha ijtimoiy yordamlar aynan mahalla orqali ko'rsatiladi. 2. Pensiya va nafaqa o'rtasidagi farq. Ko'pchilik bu ikki tushunchani chalkashtiradi. Pensiya bu mehnat stajiga asoslanib tayinlanadigan doimiy to'lovdir. Nafaqa esa odatda ma'lum bir ehtiyoj yoki shaxsiy holat, masalan, nogironlik, boquvchini yo'qotish, bola parvarishi tufayli tayinlanadigan vaqtincha yoki doimiy yordam pulidir. Eng kam pensiya oluvchilar orasida aslida ijtimoiy nafaqa oluvchilar ham ko'p. To'lovlarning qoidalari va miqdorlari har xil bo'lishi mumkin. Raqamli xizmatlar MyKokkub.uz portali orqali pensiya hisob kitoblarini tekshirish, pensiya jamg'armasiga murojaat yuborish mumkin. Bu vaqtni tejaydi va shaffoflikni oshiradi. Biroq raqamli savodxonlik yetishmasligi ba'zi keksa avlod vakillari uchun muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Minimal iste'mol xarajatlari konsepsiyasi. Bu pensiya miqdorini belgilashda muhim ko'rsatkich. Hukumat pensiyalarni bu ko'rsatkichdan kam bo'lmasligini ta'minlashga intiladi. Agar sizning pensiyangiz bu ko'rsatkichdan past bo'lsa, sizning pensiyangizni qayta ko'rib chiqish uchun asos bor. Bu ko'rsatkich har yil qayta ko'rib chiqiladi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismga keldik. Qanday qadamlarni bosishingiz kerak? Bu yerda sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bir qadam hozirgi pensiya holatingizni tekshiring.
Eng avvalo siz o'zingizning hozirgi pensiya miqdoringizni, qaysi turdagi pensiyani, mehnat pensiyasi, ijtimoiy pensiya, nogironlik pensiyasi va hokazo olayotganingizni va pensiya hisob kitobingizning barcha komponentlarini aniq bilishingiz kerak. Pensiya to'lov varaqchasini yoki bankdan olingan ma'lumotnomani ko'zdan kechiring. Agar siz my.gov uz portalidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, u yerda o'z pensiya ma'lumotlaringizni onlayn tarzda ko'rishingiz mumkin. Bu sizning keyingi harakatlaringiz uchun asos bo'ladi. 2 qadam zarur hujjatlarni to'plang. Pensiya masalasida murojaat qilish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Vaziyatga qarab ro'yxat o'zgarishi mumkin. Pasport, asli va nusxasi. Pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchasi, asli va barcha sahifalarning nusxasi. Bu sizning mehnat stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Agar u yo'qolgan bo'lsa yoki unda kamchiliklar bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz kerak. Diplom yoki ta'lim haqidagi boshqa hujjatlar kunduzgi bo'limda o'qiganlik muddati mehnat stajiga qo'shilishi mumkin. Nikoh guvohnomasi, tug'ilish haqidagi guvohnomalar, agar oilaviy ahvolingiz bilan bog'liq imtiyozlar bo'lsa. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma. TMK xulosasi, agar siz nogiron bo'lsangiz, bo'g'uvchini yo'qotganlik haqidagi guvohnoma, agar tegishli pensiya turiga ado qilsangiz. Harbiy xizmat guvohnomasi, agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar pensiya jamg'armasida sizning ma'lumotlaringiz to'liq bo'lmasa, ish joyingizdan so'nggi yoki boshqa davr uchun ish haqi ma'lumotlarini taqdim etishingiz mumkin. Boshqa imtiyozlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, yolg'iz keksa maqomida bo'lsangiz, mahalla guvohnomasi. 3 qadam qayerga murojaat qilish kerak? Sizning yashash joyingizdagi quyidagi idoralarga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limi bu asosiy murojaat joyidir. Davlat xizmatlari markazlari, yagona darcha. Bu yerda siz pensiya masalalari bo'yicha murojaat qilishingiz va kerakli hujjatlarni topshirishingiz mumkin. Ular arizalarni qabul qilib, pensiya jamg'armasiga yuborishadi. Mahalla fuqarolar yig'inlari. Agar sizda hujjatlarni yig'ishda qiyinchiliklar bo'lsa yoki qaysi idoraga murojaat qilishni bilmasangiz, mahalla raisi yoki maslahatchisiga murojaat qiling. Ular sizni to'g'ri yo'naltirishadi va ba'zi hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishlari mumkin. my.gov uz portali orqali onlayn murojaat. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, bu eng qulay yo'l. Siz uyda o'tirgan holda ariza topshirishingiz va jarayonni kuzatib borishingiz mumkin. 4 qadam nima haqida so'rash kerak? Murojaatingizda siz aniq savollarni qo'yishingiz kerak. Quyidagilarni so'rashingiz mumkin. Pensiyamni qayta hisoblab chiqishni so'rayman. Amaldagi qonunchilik asosida. Mening pensiyamga qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalar belgilanishi mumkinligini aniqlashni so'rayman. Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz. Mening mehnat stajim to'g'ri hisoblangani yoki unda xatoliklar bor yo'qligini tekshirishni so'rayman. Mening oladigan pensiyamning miqdori minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past emasligiga ishonch hosil qilishni so'rayman. Mening holatimda qanday qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki nafaqalar olishim mumkinligini tushuntirishni so'rayman. 5 qadam. Arizani qanday yozish kerak? Ariza tushunarli, qisqa va aniq bo'lishi kerak. Uning yuqori o'ng burchagida murojaat qilinayotgan idora nomi, masalan, Toshkent shahar Shayxontohur tumani pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'iga o'zingizning to'liq ism-sharifingiz, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz ko'rsatiladi. Ariza matnida quyidagilar bo'lishi kerak. Men ism-sharif, tug'ilgan sana, pasport seriyasi va raqami. Hozirda manzilda istiqomat qilaman. Men so'm miqdorda pensiya olaman. Yangi qonunchilikka asosan mening pensiyam qayta ko'rib chiqilishini, shuningdek amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan barcha imtiyozlarim va qo'shimcha to'lovlarimning to'g'ri hisoblab chiqilganini tekshirishni so'rayman. Agar qayta hisoblash natijasida pensiya miqdorida o'zgarish bo'lsa, tegishli choralar ko'rishni so'rayman. Barcha zarur hujjatlar ilova qilinadi. Arizaning oxirida sanani va imzoingizni qo'ying. Hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Aslini o'zingizda qoldiring. Arizangizni 2 nusxada tayyorlang. Birini topshirib, ikkinchisiga qabul qilgan xodimdan sanasini va imzosini qo'ydirib oling. Bu sizning murojaatingiz tasdig'i bo'ladi. Esingizda bo'lsin, huquqlaringizni talab qilishdan uyalmang. Bu sizning qonuniy haqqingiz. Agar sizning murojaatingizga yetarlicha e'tibor berilmasa yoki noqonuniy rad javobi olsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga
pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika boshqarmasi, xalq qabulxonalari, Adliya vazirligi murojaat qilish huquqiga egasiz. Sabrli bo'ling va qat'iyat bilan harakat qiling. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar, bugun biz eng kam pensiya oluvchilar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni batafsil muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, sizning pensiyangiz bu sizning uzoq yillik mehnatingiz va davlatning sizga bo'lgan g'amxo'rligining ifodasidir. Bu sizning qonuniy haqqingiz, uni himoya qilish va to'g'ri hisoblanishini ta'minlash sizning qo'lingizda. Pensiya tizimidagi so'nggi o'zgarishlar sizning foydangizga xizmat qiladi. Faqatgina ulardan qanday foydalanishni bilishingiz kerak. O'z huquqlaringizni bilish va ularni talab qilishdan aslo qo'rqmang. Men sizga bugungi ma'lumotlar foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa yoki siz ham o'z tajribangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr va savol biz uchun muhim. Ushbu videoni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga ham ulashing, chunki bu ma'lumot kimningdir hayotini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Va albatta kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.